13 ming so'm evaziga do'konimizdan zo'r oyoq kiyim olishga ishonasizlarmi qizlar? 13 ming tasavvur qilasizlarmi? Bitta suvi pulida, bitta shokolad puliga tapchka olsanglar bo'ladi. Hozir men sizlarga ko'rsataman. Ko'ryapsizlarmi bularni? Attiga 13 ming qizlar. Attiga 13 ming. Razmeri nechidan nechigacha? 24 dan 35 gacha. 24 dan 35 gacha razmerlari bor. Yengilgina 35 ming so'mdan sotilyapti boshqa joylarda qizlar. Men yengilgina ixchamgina ekan dedilar-da. Sinimga olib beribdilar hamda. Yengil zo'r ekan, olib berdim. Nech pulga olib berdingiz? Aytsam 35 mingga olib berdim dedilar. Voy dedim, men shop 13 ming so'm turibdi deyapman-da. Hazillashyapsan dedilar. Yo'q, rostdan dedim-da. Mana 13 ming bolajonligi, qizaloqligi eng qulay mashina u ichiga. Yengil, oyoq og'rimaydi, qiynalmaydi, maza qilib kiyib yuradi. Rasvetkalari bor, razmerlari bor. Barcha filiallarimizda bor. 13 mingdan olib ketaveringlar.